Dehqon akalar, mana biz hozir Regar shahri Kurkska qishlog'ida qarorimiz hozir. Mana biz pomidorni syomka qilgani kelganmiz. Xo'p, bu pomidorda qanaqa sorti, qanaqa dorilar bilan berish, oziqlantirish va qanaqa dorilar, hasharot dorilar sepish haqida so'raymiz dehqon akamizdan. Mana dehqon aka. Xo'p, bu pomidorimizni sorti qanaqa va qanaqa dorilar bilan va barglarga qanaqa oziqa berasiz? Assalomu alaykum avvalambor, birodarlar, yaxshimisizlar? Hurriyat degan sort bergansizlar. Aka Ulug'bekdan olganmiz urug'ni. Inshaalloh hozircha zo'r. Kasallarga chidamli ekan buni. Xabarlaring bor. Tepasi quriydigan, fuzaryoz degan kasallar bo'ladi. O'sha kasallarga rosa chidamli ekan. Hurriyat degan pomidor urug'lar. Bu Hazira firmaniki. Hazira firmani Hurriyat pomidorlari. Hosillari ham mana juda ajoyib. Ser hosil ekan. Bir yarısda xo'p 1 2 3 4 5 6 7 tagacha 4 tadan yumshashni boshlagan, mana ba'zilari 5 tadan. Xudo xolasa ko'rishlayman. Hop, keyin yarıslar ham o'zi yetilib kelyapti mana. Gul ushlashlari ham ajoyib, yaxshi. Hop 1 2 3 4 yarıs, mana shu 4-chi 5-chi yarısgacha 5-chisini ochyapti mana. Xudo xolasa. Hop, necha yarısgacha qo'yib beriladi, xudo xolasa bu? Xudo xolasa niyatimiz bir 6 tadan keyin o'sha kesamiz. Kesishdan maqsad tana baquvvat bo'lib, hosillar tezroq yetiladi. Vaqtida pishib beradi. O'sha bergan maslahatlaring bo'yicha ketyapti. Endi buni sizga qaysi dorilardan beryapsiz? Biz bu dehqonlarga tavsiya qilaylikki, biz ham shu hosilni olaylik. Hozir nimasini o'qiyapman, bachagina o'sha bu yerda boshlab turibdi. Stimax Universal bargdan sepib turamiz har 3 kunda. Kapellaridan driplar beramiz. Drip ya'ni 3 10 37, 10 50 10 hosilni katta qilish uchun kaliy beryapsizlar-ku o'zlari. Aka Ulug'bekka rahmat. Shunchalik qarashib turibsizlar, rahmat. Qaranglarim juda baquvvat kelyapti. Sizlar bergan dorilar bilan ishlayapmiz. Yaxshi. Shu holatda mana. Hop, gul ushlash uchun ham dori sepasiz, обязательно. O'sha tamaton beryapsizlar-ku, mana shuni ishlatyapman. Yaxshi. Buni ham effekti zo'r. Rahmat sizlarga. Hop, hasharot dori qanaqa dorilardan sepyapsiz? Mana hasharot ko'rmadik. Xudo xolasa barlari yaxshi, yemagan, boshqa bo'lmagan, kasallik tushmagan. Bularga o'zimiz haligi Eomectin bor. Eomectin degan dori bor, Galactica bor, Champion bor. O'shalardan sepyapmiz. Bironta hasharot ko'ryapsiz mana. Hammasi toza. O'sha hasharot topilmadi hasharot. Keyin spetsialniy tutatgich bor, tutun bor.